Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediyye levlâ en hedânallah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala emma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz evvelik saatlik derslerimizde kalp hakkında, kalpning o'rni, insan nispeten kalpning ne kadar mühim ekanligi haqida to'xtalib o'tdik va insonlarning qalbining sog'lom qalb, o'lik qalb va kasal qalb deb uch turga bo'linadiganligi haqida to'xtalib o'tdik. Va sog'lom qalbning qandoq bo'lganligi haqida to'xtalib o'tib, sog'lom qalbni tanishtirib o'tdik va o'lik qalbni tanishtirib o'tdik. O'lik qalb bilan, ya'ni o'lik qalb egisi bilan hamroh bo'lgan kishiga keladigan xatarlar va o'lik qalb egisiga hamroh bo'lishning ziyonlari, xatarlari haqida to'xtalib o'tdik. Endi navbatda to'xtaladiganimiz kasal qalb haqida to'xtalamiz. Undaqda qalblarning turining 3-chi turi bo'lgan kasal qalb haqida. Kasal qalb degan nima? Qanday qalbni kasal qalb deymiz? Kasal qalb deganimiz u sog'lom qalbmi emas, o'lik qalbmi emas. Yoki uni sog'lom qalb deb diagnoz qo'yib degili bo'lmaydi, yoki o'lik qalb deb diagnoz qo'ygili ham bo'lmaydigan. Sog'lom qalb bilan o'lik qalbning o'rtasida turadigan bir qalb. U qalbda hayotlikmi bor va kasalmi bor. Uningda ikki modda bo'ladi. Bir qitim bu modda taraf qarab yuzlandi, yana bir qitim yana bir modda taraf qarab yuzlandi. Ya'ni u kasal qalbda Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rish, Allohga iymon keltirish, Allohga ixlos qilish va Alloh taolaga tavakkul qilishmi bo'ladi. Mana bu insonning bu qalbidagi hayotlik moddasidir. U kasal qalb egisida shundoq bir moddalar borki, u bo'lsa-mu bir tarafdan shahvatlarini yaxshi ko'radi. Yana bir tarafdan shahvatlarni hosil qilishga hirisman bo'ladi. Allohning muhabbatiga o'zlarining shahvatlarini qondirishning muhabbatini ustun qilib tanlab oladi. Va u kasal qalbning ichida yoshiringan hasadlar bo'ladi, kibr va o'zini ajablanishmi bo'lib qoladi. Uningda yana bir tarafdan qattiq boshliq bo'lish, riyosatchilikni yaxshi ko'rish, zaminda o'zini cho'ngchoqlash, ustun bo'lishni yaxshi ko'rish ham bumi bo'ladi. Mana bu u insonni halok qiladigan moddadan iboratdir. Demek, kasal qalb egisida tang ikki narsa mavjud bo'lib turdi. Allohni yaxshi ko'rishim bor, Alloh iymon keltirishim bor, Alloh bo'lgan ixlos, tavakkulmi bor. Yana bir tarafdan ham uningda shahvatni yaxshi ko'rishim bo'ladi. Allohni yaxshi ko'rishning o'rniga shahvatni yaxshi ko'rishni yuqoriroq qilib oladigan holatlarmi shakllanib qoladi. Hasadxo'rlik, kibr, o'zini ajablanish va davomli huquq mansabni tamo qilish, riyosatchilik, boshliqlikqa hirisman bo'lish ham uning qalbida ham shakllanib qoladi. Mana bu dal u insonni halok qilib o'tadigan bir tarafidir. Mana bu sog'lom qalb egisi bo'lmagan kasal qalb egisi ikki tarafdan imtihon qilinadi. Ikki chaqiruvchininki chaqiriqiga ijobat qilish yoki ijobat qilmaslik tarafdan imtihon qilinadi. Bir chaqiruvchi u qalb egisini Alloh tarafga chaqiradi. Allohning payg'ambar tarafga chaqiradi, jannatga chaqiradi. Yana bir chaqiruvchi uni dunyoga chaqiradi. Naq hayotiy dunyoning zibu zinnatlariga, mol-matolariga, manfaatlariga chaqiradi. Endi bu kasal qalb egisi bo'lgan kishi shu ikkisining qaysi yaqin bo'lgan bo'lsa, shuning chaqiriqiga ijobat qiladi. U ikkisining qaysi uningga eng qo'shni bo'lgan bo'lsa, shuning chaqiriqiga ijobat qiladi. Ya'ni bundaq deganlik, uning qalbining kasal tarafi sal kuchayib ketgan bo'lsa, u dunyoga moyil bo'lib ketadi. U dunyoga chaqirg'uvchilarning chaqiriqiga ovoz qo'shib, dunyoning havoy havaslari, shahvatlari bu tarafga ig'ib ketadi. Qalbida hasad, o'zini ajablanib qilish, kibr degandek bu kasallar chirmib olgan chaqda bu tarafga moyil bo'ladi. Agar uning qalbida Allohni yaxshi ko'rish, iymon, ixlos, tavakkuldan iborat bu narsalar sal kuchaygan chaqda, bu tarafga moyil bo'lgan chaqda, bu tarafga yaqinlashgan chaqda bu Alloh tarafga chaqirg'uvchilarning chaqiriqiga ovoz qo'shadi. Mana bu ikkisining o'rtasida mushundoq goh u yoqqa, goh bu yoqqa o'rilib turdi. Mushu holatlar
mana bu kasal qalb egisininki alomatlari. Shunga umumizlik so'zlarni xuloslagan chaqda qalb, sog'lom qalb, o'lik qalb va kasal qalb deb 3 turga bo'linadi. Sog'lom qalb degan uning bilan haqni qabul qilishning o'rtasida haqni yaxshi ko'rish va boshqa narsalarning hammasidan haqni ustun bilishning o'rtasida hech qanday bir to'solg'i bo'lmaydi. Uning davomli o'y fikr, tasavvur, xiyollari sog'lom bo'ladi. Davomli haqga to'liq mukammal bo'y eginadi va haqni qabul qiladi. U davomli haqga to'liq mukammal bo'y egidi va haqni qabul qiladi. O'lik qalbchi, qetib ketgan qalbchi. Bu qalb egisi haqni qabul qilmaydi va haqqa bo'ysunmaydi. Kasal qalb egisi agar uningga kasal g'olib kelsa, u havoyi havasiga beriladi, uningga sog'lomlik g'olib kelsa, haqqa bo'ysunadi. Ba'zi vaqtida haqqa bo'ysunib yashaydi, ba'zi vaqtida o'zining havoyi havasiga qul bo'lib yashaydi. Mana bu holatlarning o'rtasida uning ishlari davomlashadi. Endi inson o'zining qalbining kasal bo'lib qolganligini qanday belgili bo'ladi? Qanday his qilib bo'ladi degan temalarga to'xtalamiz. Endi qalbning kasali qanday bo'ladi? Deganda insonningki badan a'zolaridan bo'lgan har bir a'zoninki o'ziga xos bo'lgan ish-harakat, qiliqlar bo'ladi va shuni hosil qiladigan xos xususiyatlari va mukammalliklar bo'ladi. Endi uning uchun yaratilgan shu a'zolar shu ish-harakatlarni qilamay qolgan chaqda yoki shu talab qilgan ish-harakat uningdan sodir bo'lmagan chaqda, mau og'rib qopti, kasal bo'lib qopti deymiz. Masalan, uning misollarini qatoridan insonning qo'li bir narsani tutish uchun yaratilgan, bir narsani ko'tarish uchun yaratilgan. Agar insonning qo'li bir narsani ching mustahkam tutolmasa, yoki bir narsani ko'taramasa, ko'tarishga kuchi yetmasa, yoki qo'li to'liq harakat qilmasa, ma qo'lim og'rib qopti, qo'lim kasal bo'lib qopti deb diagnoz qo'yamiz. Ko'zning kasali qanday bo'ladi desa, ko'zning kasali bir narsani ko'rolmagan bo'lsa, yoki ro'shan ko'ranmabdi, yoki ko'rish quvvati ojizlabdi, yoki g'uvolashgan bo'lsa, ko'zim og'rib qopti deb bilamiz. Yoki ko'zi qichishgan bo'lsa, normal o'zining holatidan boshqa bir holatga o'zgarib, har xil alomatlar bo'lgan bo'lsa, ko'zim og'rib qopti deb ko'zning og'rib qolganligini bilalaymiz. Tilning kasali qanday bo'ladi desa, normal so'zlaydigan odam so'zlaymas bo'lib qolsa, yoki kekachlab so'zlaydigan bo'lib qolsa, yoki tili ravon chiqmaganda bu insonning tili og'rib qopti, tilida kasal bor ekan deb diagnoz qo'yiladi. Insonning badani og'rib qolsa, u normal harakatlanayotgan harakatlari, ish faoliyatlarini qilishga mumkin bo'lmagan bo'lsa, uning kuchi yetmagan bo'lsa, yoki har kunligi normal qilib kelayotgan ish faoliyatlarini qilishdan ojiz kelib qolgan bo'lsa, ojizlab qolgan bo'lsa, mening badanim og'rib qopti deb buningga diagnoz qo'ydi. Xuddi shuningdek qalbning kasalimi shundoq bo'ladi. Endi qalbning kasal bo'lib qolganligini qanday bilamiz deganda, u qalb uning uchun yaratilgan narsalarni bilishdan uzrlik bo'lib qolsa. Masalan, qalb Allah tabarak va taoloni taniyolmagan bo'lsa, Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rolmagan bo'lsa, Allah subhanahu va taolo bilan uchrashishga, jannatda Allah bilan ko'rishga ishtiyoq bog'layolmagan bo'lsa va Allah subhanahu va taologa tavba qilishga ishtiyoq bog'layolmagan bo'lsa va har qanday bir shahvatlarning ustidan Allah taolaning muhabbati g'olib kelmagan bo'lsa, mana bu qalbni kasal qalbgan deb tanıymiz. Agar bir banda hamma narsani to'liq mukammal bilsimi, lekin Rabbini tanıyolmagan bo'lsa, u hech qanday bir narsani bilmaganga o'xshash. Hech qanday bir narsani tanıyolmagan o'xshash bo'ladi. Agar bir odam dunyoning lazzatlari, dunyoning shahvatlari, dunyoninki mol-mulk, mansablari, hamma narsaga to'liq mukammal erishgan taqdirdimi, lekin Allohning muhabbatiga erishamagan bo'lsa, Allohga ishtiyoq bog'lashga erishamagan bo'lsa, Alloh bilan unsul ulfat ilib, Alloh bilan mungdishni iborat bu huzurga erishamagan bo'lsa, u hech qanday bir ne'matga erishamagan bo'ladi. Hech qanday bir lazzatga, hech qanday bir xushallikqa erishamagan. Mushundan qarab biz o'zimizning qalbimizning kasal bo'lib qoldimi yoki kasal bo'lmadimi, buningga diagnoz qo'ya olamiz. Mana bu kasal qalbningki tunishtirilishi shu. Qachoniki qalb o'sha narsalardan xoli qolgan bo'lsa
va shu lazzatlardan xoli qolgan bo'lsa, u qalbga azobning tushishi zarur. Aniq holatda u qalb azoblanadi. Ya'ni sizning qalbingiz Allohni toniyan bo'lgan bo'lsa, davomli Allohning muhabbati bo'lmasa sizda, men Allohga uchrashsam bo'ldi deydigan bu ishtiyoq bo'lmasa, davomli Allohni aslash, Allohga tavba istig'for etib turishdan iborat bu narsa bo'lmasa, siz Rabbingizni toniyan bo'lgan bo'lsangiz, biz Rabbimizni qandoq toniymiz? Alloh subhanahu va taolo o'zining kalom bo'lgan Qur'oni Karimda o'zini bayon qildi, o'zini tanishtirdi. Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadislarida Alloh subhanahu va taoloni tanishtirdi. Mush orqali biz Rabbimizni taniymiz. Ya'ni biz Qur'on orqali, hadis orqali, Qur'oni Karimning tafsiri orqali va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari orqali biz Rabbimizni taniymiz. Biz dal mushu Qur'on sunnatga esilish orqali Rabbimizni toniyan bo'lgan bo'lsak, bu diniy ilmlar orqali Rabbimizni toniyan bo'lgan bo'lsak, dunyoda har qanday bak bilimlik bo'lib ketgan bo'lsakmi, har qanday esil katta oliy martabalarga erishib ketgan bo'lsakmi, lekin Rabbimizni toniyan bo'lgan bo'lsak, hech nimaga erishmaganga barobar bo'lib qoladi. Buningdan alohida diqqat qilish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda asli hosil qilmoqchi bo'lgan narsani u odam hosil qilolmadi. Shu sababdan u bechora bo'lib qoladi. Qandoq bir odam Alloh subhanahu va taoloni tonigan bo'lsa, u Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'ra oladi va ibodatni Alloh uchun xolis qila oladi. U odam haqiqiy o'zining Rabbini tonigan chog'da dunyodagi har qanday yaxshi ko'rilgan narsalar uning ta'sir ko'rsatmaydi. Alloh desa hatto o'zining jinini Alloh yo'lida fido qilishni ham u inson qat'iy ikkilanib qolmaydi. Alloh uchun hamma narsani qurbon berish, Alloh uchun hamma narsadan kechishdan u inson yonmaydi. Haqiqiy Rabbini tonigan chog'da u insonda mana shu muhabbat shakllandi. Ammo bu narsani his qilolmagan bo'lsa, u insonning qalbi og'rib qolgan bo'ladi, u insonning qalbi kasal bo'lgan bo'ladi. Endi inson o'zining qalbining og'rib qolganligini qandoq his qila olamiz? İnsanның qalbining kasal bo'lib qolganligi, og'rib qolganligi qandoq his qilindi desa, ba'zi vaqtda qalb og'rib qoladi. Og'rib qolgandimi xil qattiq, ig'ir og'rib qoladi. Lekin inson o'zining qalbining og'rib qolganligini, o'zining qalbining kasal bo'lib qolganligini bilmay qoladi. Chunki u o'zining qalbining sog'lomligini va qalbining sog'lomligining sabablarini bilishdan burilib ketib qolgan u. Boshqa narsalarga mashg'ul bo'lib qolgan. Hatto ba'zi vaqtida inson o'lib ketadi. O'lib ketsimi, lekin o'zining shu qalbining o'lib ketganligini, o'zining qalbining o'lik holatda yoki qalbining kasal holatda ekanligini bilmay o'lib ketadigan mushunday holatda bo'lib ketadi. Buning sabablari, buning alomatlari nima desa, insonniki qalbi qattiq kasal bo'lib qolganligining alomatlarining qatoridan inson noyat qabih bo'lgan, ig'ir bo'lgan mushunday gunoh mas'allarni o'tkazsimi, u inson qat'iy azoblanmasligi. İnsanninki ig'ir bo'lgan, shariat cheklagan harom ishlarni qilib turug'liq, u inson o'zining shu qilgan ishidan pushaymon qilmaganligi va shu qilayotgan ishini o'kinmay, shu qilgan ishida bir beoromlik his qilmagan bo'lsa, mana bu xatarlik holat. Bu qalbining ajoyib pek ig'ir darajada kasal bo'lib, hatto o'lish girdoviga birib qolganligining alomati hisoblanadi. Hatto u insonninki haqni bilmasligi va u insonning aqidasining botil ekanligi u odamni beharom qilolmasa, mana bu insonninki qalbining o'lib ketganligi bo'ladi. Agar qalbda hayotlik bo'lgan bo'lsa, insonning qalbida ozroqlam hayotlik bo'lsa, u inson mushundaq bir qabih ishlarni qilib qolgan chog'da, agar insonning qalbida ozroqlam hayotlik bo'lsa, u inson shariat cheklagan qabih bo'lgan bir ishlarni qilib solgan chog'da uningdan alamlanadi. Ve özününki haqni bilmey qolganligi, haqdan g'aflat qolganligidan davomli ichi siqilib bearam bo'ladi. Shunga inson bu o'zining qalbining mushundaq kasalligini bilgan chog'da buni doğru qilishda sabrchan bo'lish kerak. Inson ba'zi vaqtida o'zining og'rib qolganligini, ya'ni qalbining og'rib qolganligini his qila oladi, bila oladi. Lekin u inson mushu o'zining qalb kasalini davolashga zarur bo'lgan, shuni ishlatmasi bo'lmaydigan doğrularning achchig'ini ko'tarishda sabr qilolmaydi va buningga sal ig'ir kep qoladi. Buning davosi nima? Unda bo'lsa, insonninki bu qalbidagi kasalni
davolashning davosi nima desa, birdan bir davosi o'zining havo havasiga muxolifatchilik qilish. U inson o'zining havo havasiga agishib turib, bu kasalni topgan bo'lgan bo'lsa, endi dal aksicha o'zining havo havasiga agashmay, o'zining havo havasiga qarshi chiqish orqali buni davolaydigan gap. Lekin bu insonga nihoyat tas bo'lgan, ig'ir bo'lgan ish. Lekin insonga uning boshqa narsalarda manfaat bo'lmaydi. Kasal qalbningki alomatlari yana qandoq bo'ladi degan chog'da, kasal qalblarningki alomatlarining qatoridan u qalb egisi uningga manfaatlik bo'lgan, uningga foydali bo'lgan yemekliklarni yeyishdan uningga ziyonli bo'lgan uzuqliqlarni yeyishga yo'tkilib ketadi. Ya'ni u inson o'ziga foydali bo'lgan narsalar bilan ozuqlanmay, o'ziga ziyonli bo'lgan narsalar bilan ozuqlandi. Bir narsaning insonning o'ziga ziyon qildiganligini bilib turib, shu narsa bilan ozuqlanadi. U inson o'ziga foydali bo'lgan narsalarni tashlab qo'yib, o'ziga ziyonli bo'lgan narsalarga yuzlanadi. Mana bu 4 narsaning ustiga jamlanadi. Biri, u manfaatlik bo'lgan g'izoni va manfaatlik bo'lgan o'zining shu kasaliga shifo bo'ladigan dorilarni tark etadi. O'ziga ziyonli bo'lgan ozuqliklar bilan ozuqlandi. O'ziga ziyon yetkazadigan yemekliklar bilan g'izolandi va o'zini halokatga olib qo'ydigan, o'zini halok qiladigan dorilarni yeydi. Mana bu qalbningki kasal bo'lib qolganligining alomatlari hisoblandi. Bu narsalarga alayda diqqat qilish kerak bo'ladi. Shunga bu narsalarni bilmagan chog'da inson halok bo'lib ketadi, uning holi intayin bir xatarlik holatga tushib qoladi. So'zlarimizni xulosalasak, insonningki boshqa badan a'zolarininki og'rib qolganligini belgili bo'lganidek, inson o'zining qalbining og'rib qolganligini ham belgili bo'ladi. Bir inson o'zining Rabbini tonimagan bo'lsa, hech nimani bilmagan bo'ladi. Mana bu insonning qalbining og'rib qolganligi, qalbining kasal bo'lib qolganligining alomati. Va inson gunoh ma'siyatlarni o'tkazgan chog'da, shariat cheklagan harom ishlarni qilgan chog'da, u insonning qalbi azoblanmagan bo'lsa, inson uning qarta qayg'urmagan bo'lsa, o'zining qilayotgan ishlariga bir pushaymon, o'kinish his qilmagan bo'lsa, mana bu insonning qalbi kasal bo'lgan inson hisoblandi. Va ba'zi tihi u ish ig'irlashgan chog'da u insonning qalbi o'lib ketadi, buni bilmay qoladi. Mana bu narsalar. Davomli inson o'zi yaxshi ko'radigan narsalarni yeplam ko'ngan bo'lsa, u insonning qalbi o'lib ketadi. Masalan, insonning oshqozini qachoniki shu nachar narsalarni yeyishga odatlanib qolgan bo'lsa, ya'ni pokiz bo'lgan, sop bo'lgan, badanga foydali bo'lgan narsalarni qo'yib, davomli badanga ziyon qiladigan, nachar, mushundaq axlat bo'lgan narsalarni, axlat yemekliklarni yeyishga odatlanib qolsa, u insonning oshqozini tabiiy holatda yaxshi narsalarni ishtiho qilishdan uningki sezgulari yo'qolib ketadi. Ya'ni davomli yaxshi bo'lmagan, eski bo'lgan, nachar bo'lgan, badanga ziyonli bo'lgan mushundaq narsalarni yeyishga inson odatlanib qolsa, u insonning oshqozinimi tabiiy holatda shu nachar narsa ko'nib ketadi, pokiz narsalarni yegisi kelmaydigan, yaxshi bo'lgan, ozuqlik qiymati yuqori bo'lgan narsalarni yeyishni inson ko'ngil tortmaydigan bo'lib qoladi. Davomli shu nachar bo'lgan, badanga ziyonli bo'lgan narsalarni yeyishga odatlanib qoladi. Shuningdek, insonmo davomli yomonliklarni qilib turgan chog'da insonning qalbi kasal bo'lgan siri, insonning qalbidagi kasal kuchaygan siri, u insonning yaxshilikni qilg'iz kelmaydigan, yaxshiliklarga yuzlangiz kelmaydigan, yaxshi amallarni qilishga intilmaydigan, yomonliklarga bag'an siri intildigan bo'lib qoladi. Mana bu xatarlik holatlar. Mushu holatlarga qarab turib, biz o'zimizning qalbimizning sog'lom ekanligini yoki kasal ekanligini yoki o'lik ekanligini bayqab chiqa olamiz. Bu narsalarga alohida diqqat qilish kerak bo'ladi. Shunga kasalni davolash uchun kasalga yaxshi diagnoz qo'yish kerak bo'ladi. Kasalni bayqab chiqish kerak bo'ladi. Kasalni bayqab chiqmay turib, kasalni davolag'ili bo'lmaydi. Kasalni bayqab chiqqandan keyin u kasalning yo'qishining sababi nima? Bu kasal bo'lishga sabab bo'lgan omillar nima degan masalalarga to'xtalib, shuningga unumli dorilarni berish kerak bo'ladi. Shu bu qalb kasallarini bayqab chiqish intayin muhim narsa. Yuqorqi ishlarga asosan biz o'zimizning qalbimizning sog'lom qalbga tavamo yoki o'lik qalbga tavamo yoki kasal qalbga tavamo buni bayqab chiqa olamiz. Agar
Biz sog'lom qalbga tava bo'lgan bo'lsak, alhamdulillah deb Allohga hamd etishimiz va shu sog'lom qalbning ustida davomli mustahkam qilishni tilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz o'lik qalbga tava bo'lgan bo'lsak, bizning holimiz intayin xatar ichida turayotgan bo'lamiz. Tez suratda bu o'lib ketgan qalblarni qaytadan tirildirish kerak bo'ladi. Agar bizning qalbimiz kasal bo'lib qolgan bo'lsa, bu qalbning kasallarini tepib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qalbning kasallarini tepib chiqib, uni jiddiy holatda davolashga otlanmagan chaqda bizning qalbimiz o'lib ketadi. Shu sababdan dunyoda ham xor, ziyonkor bo'lib qolamiz. Qiyomat kunida Alloh tabarak va taolaning huzuriga borganda ham biz ziyonkorlardan, ziyon tortquchilardan bo'lib ketamiz. Biz dunyodan utuq qozonishimiz, nijotlik erishimiz, baxtga erishishimiz uchun va qiyomatda Allohning huzurida isil bo'lgan maqom, yuksak darajalar, isil jannatlarga, Allohning roziligiga va Allohning jamolini ko'rishni iborat bu isil buyuk ne'matlarga erishishimiz uchun qalblarimizni isloh qilishimiz kerak bo'ladi. Qalblarni isloh qilishdan burun qalbimizdagi kasalliklarni bayqab chiqishimiz kerak bo'ladi. İnşallah biz keyingi soatlik darslarimizda sog'lom qalbning alomatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.